Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, efirda men Chinor, siz bilan Zafar Dultayev. Men ko'pincha mana shu kommentariyalarda ijtimoiy tarmoqni kuzatib, bir ikkita iboralarga ko'zim tushadi. Rusparastlar, o'ris qullar va shunga o'xshash izohlar. Men o'sha rusparastlar, o'ris qullar degan insonlarga nisbatan bir gap aytmoqchiman. U xafa bo'ladi, jahli chiqadi, mayli, u o'zining ishi. Lekin men o'z fikrimni aytaman. Tarixga bir nazar solamiz. Hindiston, Angliya. Tarixda inglizlar Hindistonni 400 yil mustamlaka qilgan. O'z koloniyasi deb e'lon qilgan. Foydali qazilmalari bormi? İnsonlari bormi? Hammasini ekspluatatsiya qilgan. Foydalangan va Angliya o'zi oyoqqa turgan mana shu Hindiston tufayli. Hattoki hindlarni ko'chalarda otib tashlagan. Hattoki ularni misol uchun uy joyi kerak bo'lsa so'rab o'tirmay yoqib yuborgan. Shunday bir holatlar bo'lganki, vaziyatlar restoranlar, umumiy ovqatlanish shoxobchilariga, restoranlariga hindlar va itlar kirishi mumkin emas deb peshtaxtalarga osib qo'ygan. 400 yil Hindiston Angliyaning mana shunday zug'umlari, tahdidlari, taqiblari, oyoq osti qilishlari ostida yashagan. Jinoyatlar Angliya qonunlariga binoan sud qilingan. Lekin shunday bir inson paydo bo'lganki, mana shu 400 yillik mustamlakaga yakun yasagan, uning ismi Gandhi bo'lgan. Gandhi oliy ma'lumotli til biladigan, ya'ni ingliz tilini biladigan, o'qimishli bir inson. Hindistonning ilk prezidenti. U nima qilgan? Tuz istilosini yaratgan, tashkil qilgan. Ya'ni butun hindlarga, o'sha tuz konida ishlayotgan hindlarga hammasiga oq rido kiygizgan va ish tashlash e'lon qilgan. Mana shu ish tashlash paytida norozilik inglizlar tomonidan kelib chiqqan va ularni ishlashga majbur qilgan. Gandhi boshchiligidagi hindlar ishdan bosh tortgan. Ularni esa otishga hukm qilgan. Joyida otib tashlagan. Oppoq ridolariga, oq kiyimlariga qizil qon sachragan. Bu bilan Gandhi shunday demoqchi bo'lgan. Butun dunyo ommaviy axborot vositalari to'xtovsiz o'sha yerda ishlab turgan. Radiogrammalar Morze alifbosida tinimsiz xabarlar turli davlatlarga jo'natgan. Gandhi shunday demoqchi bo'lgan. Inglizlarga nisbatan sizning tomirlaringizda oqayotgan qon bilan hindlarning tomirida oqayotgan qonning rangi bir xil. Biz bir xilmiz, biz mavqeyimiz bir, biz qul emasmiz demoqchi bo'lgan va bu narsa dunyoning noroziligiga sababchi bo'lgan va hindlarning ustidan olib borgan 400 yillik mustamlaka davri mana shu Gandhining islohoti tufayli yakuniga yetgan. Lekin Hindiston ingliz tilidan voz kechmagan. Shunchalik ularga zug'um ko'rsatsa ham, shunchalik ularga vahshiyona munosabatda bo'lsa ham ingliz tilidan kechmagan. Ingliz tilini davlat tili deb e'lon qilgan va ikkinchi til sifatida haligacha mana Hindistonda qo'llanilib, maktab darsliklarida o'rganilib kelyapti. Hattoki ingliz tilini bilmagan insonlarga nisbatan u qoloq degan, davrdan orqada qolgan degan bir munosabat bo'ladi hindlarga nisbatan. Buning oqibati nima bo'ldi? Oqibati shunday bo'ldiki, ingliz tilini o'rganganlar turli davlatning taraqqiy etishiga xizmat qila boshladi. Hattoki shunday kunlar keldiki, Hindiston samoga, kosmosga raketa uchirgan dunyoda 3-davlat bo'lgan. Mana til bilishning oqibati. Natijasi uning davlatga nisbatan foydasi. Bizda esa rus tiliga nisbatan mana shunday munosabat, o'ris qullar, rusparastlar va hokazo.
Ingliz tilini bir narsani bilishimiz kerak-da. Til bilmoq bu el bilmoq. Til bilmoq bu taraqqiyot eshigi. Mana prezidentimiz necha yildan beri 1 millionta dasturchi loyihasini amalga oshirishga harakat qilyapti, lekin dasturchilar juda kam. Mingtadan, 10 mingtadan bitta chiqyapti. Nimani evaziga? Chunki til bilmaydi. Yoshlarimiz til bilmaydi. Dasturni asosiy alifbosi Java va Python alifbolarida dasturlar tuziladi, lekin ularni o'rganish qo'llanmasi bari rus va ingliz tilida. Biz esa rus tiliga nisbatan mana shunday munosabatdamiz. Shuning uchun ham prezidentning harakatlari 90% hollarda zoyi ketyapti. Til bilgan el biladi. Может, xalqining o'zi yomondir, lekin tilda nima ayb? Ingliz tili, rus tili, xitoy tili, hind tili, bugun til bilgan davlatlarning taraqqiyoti o'zgacha, rivojlanishi o'zgacha. Shuning uchun sizlardan bitta narsani so'ragan bo'lardim. O'z farzandlaringizga til o'rgating. U chetga chiqib ishlash uchun emas, aksincha chetdagi bilimlarni o'rganib o'zimizda joriy qilish uchun. Mening fikrlarim shu. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.